Toshkent davlat transport universiteti talabalar shaharchasida talabalar uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish yo'lida tizimli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, talabalar shaharchasining 2 va 3 talabalar turar joylari to'liq joriy ta'mirdan chiqarilib, 100% yangi zamonaviy mebel va jihozlar bilan qayta jihozlandi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ham talabalar shaharchasi hududlarimizda manzarali va mevali ko'chatlar ekilib, hudud obodonlashtirildi. Bundan tashqari, talabalarimizning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash maqsadida mana ko'rib turganingizdek zamonaviy workout zonalar tashkil etilib, foydalanishga topshirilgan. Shu bilan birga, universitet rektorining tashabbuslari asosida talabalar shaharchasida ma'naviyat va yoshlar markazini tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Ushbu markazda talabalar uchun sartaroshxonalar, fitnes zallari, media va zakovat xonalari, dars tayyorlash xonalari hamda zamonaviy kutubxonalar faoliyati yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda esa yotoqxonalarimizdagi eskirgan elektr plitalarni zamonaviylariga almashtirish hamda har bir oshxonaga elektr choynaklar o'rnatish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda. Bu ishlarning barchasi talabalarimiz uchun yanada qulay, xavfsiz va zamonaviy yashash muhitini yaratishga qaratilgan. Assalomu alaykum. Talabalar shaharchamiz o'z faoliyatini izchil va samarali tarzda olib bormoqda. Xususan, barcha shart-sharoitlarga ega kir xonalari tashkil etildi. Talaba qizlarimizning bo'sh vaqtini maroqli va mazmunli o'tkazish maqsadida ular uchun tikuv-xona, kino va karaoke zallari o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Talabalar shaharchamizda xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida talabalar turar joyi kirish qismiga Face ID tizimi ishga tushirildi. Mazkur maskanlarda qizlarimiz o'z vaqtini maroqli va mazmunli o'tkazish bilan bir qatorda kasb, hunar o'rganish va ijodiy savodxonligini oshirish bilan shug'ullanmoqda.